Assalomu alaykum hurmatli YouTube ko'ruvchilari. Biz No'qat mol bozoriga keldik. Sizlarga bugungi jekshanba kuniga qarata bo'lgan 24-fevralga qarata bo'lgan bog'lar bilan tanishtirib o'tamiz. Biz bilan birga bo'lingizlar. Pay qancha ekan? Qancha? 28. 28. Pay 28 ming so'm ekan. Taylar var ekan. Qanchadan bo'ladi? Taylar qanchadan bo'ladi? 50 dan bo'ladi. 3 o'tang. 3 tay qarmab turadi mana bu yigit. 3 o'tang 50 ming so'mdan ekan. Qanchadan bo'ladi? Hozir yoz buzoq ketdi. Hormat. Iyisi bir joyga ketdi-le, deydi. Taylar qanchadan? Qaysinisi? Qaysinisi qancha? Bunasi qancha bu? 50 kami bu. Bu yoqdagilarchi bunisi kichik ekanda, ham bir o'zi kichik ekan-a? Ekovi tengil ekan. O kichinasi qancha? 40 kami bu. 40 kami var. Bu 50 kami var. 50 kami var deydi. Son 40 ming so'm kami var deydi. Bishkek paroda ekan, Bishkek tengizilgan ekan. 1,5 yoshda deydi. Bahsi 120 ming so'm kami var ekan. $80 ming so'm ekan bu toy. Qanchada o'tasiz? 100? Yashi qanchada? 8 yoshda ekan. 100 ming so'm. Deydi. Bu qancha bahsi? Yashi qancha? 7 yoshar 80 ming so'm. Bunu qanchada o'tasiz? Assalomu alaykum. Qanchada o'tasiz? 150. 150. Yashi qancha? Yashi 7 yoshmi? 7 yoshda ekan, 150 ming so'm deydi. Hamlar ekan. Jazga 4 yosh bo'ladi ekan, 300 ming kami var deydi. 205 mingga sotiladi deydi esa. Jazga 4 yosh bo'ladi ekan. Ulag'ına, buyuruna, densolig'ina, bordog'ina kepillik beriladigan. 9 yoshda ekan, 350 ming so'm kami var deydi. Boyu 1.80 ekan. 350 ming so'm kami var. Qanchada o'tasiz? 120 ming diyor. Yashi qanchada? Yashi 5 yosh. Yashi 5 yoshda ekan, 120 ming so'm kami var ekan. Siz qanchada o'tasiz? 150. Yashi-chi?
Yaşı 4 yaşar ekan. 150 ming so'm deydi. Yaşı 8 ekan. 100 ming so'm var deydi. Cazga 3 yaşar bo'lgan, bahası 150 ming so'm.